Qonunchilikni o'rganar ekanmiz. Assalomu alaykum. Migratsiya agentligiga ham kirib ko'rdik, nimasiga ham kirib ko'rdik. Bu siyosatga aralashish yoki boshqa emas. Migratsiya agentligi imminni O'zbekiston fuqarolarini ishga joylash, chet elga joylash xususidagi bir idora bo'ladigan bo'lsa, u orqali berilayotgan xususiy firmalarga litsenziyalash ishlari olib borilayotgan bo'lsa va hokazo saytlarni o'rganib chiqdik. Kimga qachon berilgan основной firmalar 26-yil va 25-yilning oxirida tashkil qilingan. Mana shu bandlikka nima qilgan? Bizning ko'pchilik aholi shuni tushunishimiz kerakki, aholimiz migratsiya agentligidan chiqayotgan litsenziyaga bandlikka deydimi, boshqa deydimi, o'sha xususiy firmalarni ham davlatniki deb o'ylab qoladi. Buni tushuntirishimiz nima televideniyalarda juda ko'p yoritilishi kerak, odamlarga yetib borish uchun. Mana shunaqa Serbiyadagi yoki Belarusdagi narsalar bo'lmasligi uchun yoki bo'lmasa qonun qabul qilishimiz kerak. Balki unaqa qonunlar ko'pdir. Migratsiyaga doir nima deydi? Migratsiyani rivojlantirish, migratsiyani qonun bilan o'rab qo'yish, ya'ni xususiy firmalarning aldovlariga chek qo'yadigan qonunlarni deputatlarimizga tashabbus bilan chiqib qabul qilsa, ya'ni deputatlar bizning vakilimiz bo'ladigan bo'lsa, qabul qilsa, bu maslahatdan muvofiq bo'lar. Misol uchun, bilmadim, meni shaxsiy fikrim, qonunchilikni o'rganayotganim va deputatchiliklarni o'zim shaxsan o'rganayotganimiz uchun shaxsiy fikrim, litsenziya bergan firma, xususiy firmani kuzatdik. Juda ko'pchilik yangi firmalar va juda ko'pchiligi bezlimit berilgan, ya'ni berilgan bo'ldi. To'g'ri, 5 yilga berilgan, 10 yilga berilgan. Demoqchiman, odam joylashtirishi bezlimit yoki yozib qo'yilmagan saytiga. Tamom. Yoki qachon srogi yozilmagan. Nima qilish mumkin? Qonun bilan kurpit qilish mumkin bu narsani. Har bir xususiy firma, bandlikka doir xususiy firmalarga xuddi ligotali 100 talik, misol birinchi ochgan yangi firmaga 100 talik ligota berilishi kerak. 100 odamlik. Sen 100 odamni, O'zbekiston fuqarosini qaysi davlatga bo'lishidan qat'iy nazar, Qozog'iston bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, chet el bo'ladimi, ya'ni u Amerika bilan boshqa bo'ladimi, Serbiya bilan Belorussiya, 100 ta odam joyladingmi, keyin senga lot ochiladi 200 ta odamga, keyin 300 ta odamga, yo keyin 500 ta odamga, keyin 1000 ta odamga qilib 3 yil, 4 yilda xohlasang 3 oy, 4 oyda joylashtirib qo'y. Shuncha odamni 100 ga 100 joylashtirsang, keyingi lot ochiladi, ya'ni keyingi bosqichga o'tasan deydigan zakon qabul qilishimiz kerak. Yoki bo'lmasa shunday qaror qabul qilishimiz kerak. Zakondan ko'ra prezident qarori yoki nima uyushmalar idorasining qarori va mahkamaning qarori bilan amalga oshib ketishi mumkin bu narsa. Shunda firma biladi, 100 ta odam joyladimi, yana 200 ta odamga unga ochiladi lot. Yangi firmalarda mashinskiy sxema bilan ochavermay, mana shu optimal variant biz noldan boshlashimiz uchun. Ya'ni bu nazorati kuchli bo'ladi. 100 ta odam joyladi bo'ldi. Va har biri, masalan, oktyabr oyiga 100 ta odam joyladimi, o'zini saytida yoritadigan bo'lsa, endi точно odam biladi. Mana shu firma, masalan, Mashraf firmasi, misol, Mashraf xususiy firmasi bandlikka keyingisi 200 ta odam oladi. Odamlar biladi, 139 ta bo'libdi, bitta odam olgandan keyin keyingisini kutamiz. Aldanib qolib, pul olib borib beramiz, bezlimit hammani Koreyaga jo'natamiz yoki Serbiyaga jo'natamiz, ochildi deb minglagan odam sarson qilmaydi. Hamma pravila igra tushunarli bo'ladi, o'yin qoidasi tushunarli bo'ladi va o'shanda keyingi etapda 500 ta odam olishini, undan keyin 1000 ta odam olishini odamlar kutib, bilib, точносini tushunadi. Birinchi masala bu limit qo'yish. Limitman bosqichma-bosqich odam joylashtirgandan keyin. Ikkinchi bizning taklifimiz yoki buni deputatlar bu fikrlarni olib tashabbus bilan chiqib yoki qarorlar qilishi mumkin. Ikkinchi misolimiz, bizning shaxsiy misolimiz, ikkinchisi bu har bir bandlikka xususiy firma ochganlar bank, davlat qarmog'idagi bankka 100 ta odam joylash kerakmi? Demak, ularning
примерно 30% oyligini qo'yib qo'ysin. Ya'ni o'zini perdoplatasini qo'yib qo'ysinki, masalan 200 million qo'ysin. Agar masalan Koreyagami, chet elgami joylashtiraman deydigan bo'lsa, vizaga boshqa balay-batallarga $1000 yig'dimi shu firma, agar bu firma yopilib, bir amallab bir o'lib qolsa, yopilib qolsa, bir mashinskiy sxema deb e'lon qilinsa, tugatilsa litsenziyasi, bankdagi 200 millionidan, примерно endi 200-300 millionidan boyagi odamlardan, boyagi kuyib qolgan odamlarga to'lov to'lab berish badali davlat bankida saqlansa, ya'ni kasaba uyushmasiga biriktirilsa yoki bo'lmasa, shunda hech bo'lmasa yarim bergan to'lovini konfiskatsiyasini, yarim to'lovining olsa badalini, ya'ni yarim to'laganini ola olsa, odamlar ishonch hosil bo'ladi. Shunda xususiy firma boshqa davlat firmasini odamlar ajratishni boshlaydi sekin-sekin. Oldindan to'lov firma ochilgan paytda firmaning o'zini pul bo'ladi-ku. Shuni ko'paytirib, sababi 100 ta odam bo'ladimi? Bu 100 ta shunchaki odam emas, 100 ta xonadon degani. 100 ta xonadonning nechtasi uyidagi oxirgi pulini, oxirgi molini yoki kimdandir qarz olib yoki kredit olib to'lov to'lagan bo'ladi. Shularni kafil qilish uchun, ya'ni kasaba uyushmalariga qattiq biriktirilsa, shunda xususiy firmalar aldash uchun emas, haqiqiy jonkuyar sifatida ishlaydi. Shunda maydonda ishlaydi. 50 ta, 100 ta bandlikka emas, 10 ta bo'lsin. Zato minglagan odamni sekin-sekin jo'natsin. Keyin 1 yil, 2 yilda 10 minglagan odam joylaydigan o'ga litsenziya berilsa, ana shunda odamlar точно biladi. Bu 10 minglik ishonchli, hamma borgan. Boshqa bo'lmasa hozir ochiladi, yig'ib oladi pul, keyin yopiladi, yana yig'ib oladi. Boshqa nomdan, xuddi shu odam boshqa nomdan ochilishi mumkin. Endi mashinskiy sxema bo'ladigan bo'lsa va tugatilgandan keyin migratsiya agentligi aytadi, biz bunga javobgar emasmiz, bu bunday edi deydi. Ularda ham ayb yo'q, lekin qonun bilan chegaralab qo'ysa, qaror bilan chegaralab qo'ysa va odamlarga ham tushuntirilsa, mana shu yerda 100 ta odam oladi, bo'ldi, 100 ta odamdan keyin olmaydi, 200 ta odam keyingisiga oladi desa, odamlar kutib, stabilna nima qilishi mumkin. 3-masalamiz, ikkitasini eshitdingiz. 3-masalamiz taklifimiz, ya'ni taklifimiz bepul ishchi kerakmi? Bepul, iloji boricha bepul hamma narsani to'lovni o'sha chet davlatdan olishga litsenziya berilsa, ya'ni firmalarga. O'zi ko'p firmalar u yoqdan ham bu yoqdan ham yeb olishi mumkin. Shuning uchun shundagina haqiqatdan bandlikni, ya'ni ishsizlikni oldini olgan bo'lamiz. Odamlar ham u ishini tashlab bu yoqqa sakraydigan bo'lmaydi. Haqiqiy ish keraklar, haqiqiy ko'nadiganlar, hatto $500 ga bo'lsa ham, endi biz eng minimalga aytamiz. Hatto $500 ga bo'lsa ham uyida hech narsa rasxodsiz olib ketib, $500 ni berib, yeb ichishdan tashqari berib tursa ham, ma'lum bir odamlar yig'iladi unga ham. 100 ta bo'lsa ham, 200 ta bo'lsa ham. Hamma ular ham joylashdi. Keyingi ishlarda, biror ishlarda boshqa oyliklardagilar joylansa, biz o'ylaymizki, yaxshi bo'ladi. Va juda ko'p takliflarimiz ham bor. Endi shu taklifimiz o'zi ham yetib o'tar. Siz nima deysiz? Siz gapimizga qo'shilasizmi? Nimalar qolib ketgan bo'lsa, o'zi xalqdan so'rash kerak. Asosan xalqimizdan so'raganda edi, ya'ni boradigan odamlardan so'ralsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. 1000 ta odamdan 1000 xil fikr keladi. Основной bir xil fikr kelganlarda inobatga olib, shunga yarasha qonun qabul qilinsa, hamma narsa xalq uchun.